Iloyim hech qaysi bir bandada bunaqa holat kuzatilmasin. Mana tog'amizni ko'rib turibsizlar. Xandra sarkoma degan kasallik ekan. Bu to'qima suyaklar rakimi shunaqa deyilar ekan. Mana katta bo'lib ketgan qo'l mana suyaklar. Hozir men o'zimizni Asakada, Qoratepa qishlog'imizda Yusufjon Mamajonov tog'amiz oldida turibman. 1969-yilda tug'ilgan. 4 ta farzandlardan 4 ta farzand. 3 ta qizi bor, turmushga chiqargan va 4-inchisi o'g'li hali maktabda hali bitirmabdi, hali yosh ekan. Shunga sizlarda yordam so'rab chiqyapmiz. Bu qachon boshlangan bu tog'a? 2023-yilda boshlangan. 23 boshlangan. boshlangan. Qachon bunaqa ishib ketdi? Bu shu 2026-yilda yanvardan Bu boshlab yil. shunaqa kuchayib ketdi. Kuchayib ketdi. Kuchayib ketdi. Buni davosi nima deyishyapti doktorlar endi? Endi davosi bu O'zbekistonda nima qilgan shu Turkiyaga murojaat qilinishi kerak ekan. Shu Turkiyaga borib murojaat qilinar ekan endi. Shunga endi manaqa kelishilar ekan. Xo'p, qancha ketadi deyapti endi? Puli endi $15,000 nima hisob kitob qilishyapti. 15 ming, 15 ming ketar ekan. Endi Qadrli do'stlar, ko'ryapsizlar, to'g'risi men o'zim ham o'zimizni qishloqda ekan kelib, ko'rib, men to'g'risi men hayron qoldim, chunki tog'amizni oldin ham ko'rganman, bilardim. Bunaqa bo'lib ketganda men ham ajablandim. Kelinglar qo'ldan kelgancha hammamiz chiroyli yordam qilaylik. Mana ko'ryapsizlar, karta raqamlarni qoldiraman, o'zim telefon raqamiga ulangan, o'zini karta raqamlari qo'limda turibdi mana. Butun dunyodan pul tashlasanglar bo'ladi. Ayniqsa o'zimizni mana shu qishloqdagilar ko'rib turgan bo'lsa, o'zimiz tumandagilar, shahar, viloyat, butun O'zbekiston Respublika, butun bizni o'zbek tilini tushuntirgan insonlar ko'rib turgan bo'lsa, hammamiz bir yoqdan bosh chiqarib, to'g'ri tomon-tomon ko'l bo'lar degan gap bor. Kartangizda 10 ming bo'ladimi, 5 ming bo'ladimi, 100 ming bo'ladimi, boricha tashlab qo'ysangiz, 20 mingta, 30 mingta odam shunaqa ozgina tashlasa ham bundan ko'p summa yig'ilib ketadi. Chunki $30,000 jigar serozlariga ham bitta videodan yutgan paytlarimiz bo'lgan. Vaqti kelsa, kelinglar. Agarda ehson qilishga sharoitingiz bo'lmasa, pulingiz bo'lmasa, mana shu videoga like bosib, komment yozib, repost qilib yoki storiesingizga qo'ying, sizni video yoki tanishlarga jo'nating, puli bor odamlarga jo'nating, ehson qilishga sharoiti borlarga. Shular orqali ham bizga sizni foydangiz, yordamingiz tegishi mumkin bo'ladi. Tog'a nima deysiz endi oxirida xalqimizga? Alloh endi va'dasi bor, hali mingni bersa, birni bersam men 10ni beraman, 10ni bersam mingni beraman degan. Endi Alloh xohlabdi, siz bilan biz mana uchrashib turibmiz. Qo'linglardan kelsa shu yordam qilsanglar. Alloh nariga qiyomatda bir ajrini berar sizga ham, bizga ham. Shu endi. Xudo xolasa yordam qilamiz. Biz ham qarab turingiz, sizlar ham qarab turmaysizlar degan umiddaman. Hamma ehson qilayotgan insonlardan Alloh rozi bo'lsin. Rahmat katta.